jinnilar. Kolodusda ochib ketishibdi. Hozir biron bir mashina baloni tushadi, teshiladi. Biron bir bolacha ichiga tushib ketsa-chi. Ahmoqlar. Ochib qo'yganini qilinglar-da bularni. Ana. Ertalabdan savob ish qildim. Kimnidir jonini qutqarib qoldim. Savob qilsang sahar qil, yomon ishni kanda qil. Assalomu alaykum. Bitta kolodusni itarganimga shuncha bayrammi? Aka, nimani itarganingizni bilmadim-ku, lekin Texnomart 17 yoshga kirdi. Shu munosabat bilan 1-avgustdan 17-avgustgacha Texnomartning barcha filiallarida 71% gacha chegirmalar e'lon qildik. Qilgan savobim darrov effektini beryapti. Undan tashqari mana bu Latatrondan sovg'ali yutib olishingiz mumkin. Yo'q-a? Qani? Televizor chiqdi. Wow! Bitta kolodus shuncha narsaga sabab. Bayram munosabat bilan Honor Tourist telefonni boshlang'ich to'lovsiz, foizlarsiz o'zin narxini 12 oyga bo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. Aka, har ertalab turib iltimos sizdan kolodus itaring, keyin foydasini ko'rasiz. Nafas ol. Og'zingni yop, chuqur nafas ol. Yop og'zingni, nafas ol. Ha, aka, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Aka, ko'rmaysizmi? Mana bu kolodusda ishlayotgan bo'lgan. Qaysi bir qo'ling singir kelib kolodusni yopib qo'yibdi. Dimiqi mazasi qochib qolgan. Nafas ol. Ichida odam bormidi? Odam bor ekanda, kim bo'lsa ham e'tiborli bo'lmaydimi? Savob qilsang sahar qil. Sal u yoq bu yoqqa qarab qil-da. Yebba, chuqur ekanda bu ham, ha? Angur zerem, pomidor, bodring, kartoshkasi svejsi keldi mana. Bilmay turibdi halim, Samashalpo. Olib tashlab o'zimga senga bu narsalarni. Yo'q, aka, nima qilyapsiz? Mana olib chiqib ketadi. Siz meni tanimadingizmi? Yo'q. Pul berish tashkilotdanman men. Shu yerda turibsizmi? Tirikchilik qilyapsiz, pul olyapsiz, pul berishingiz kerak bizga. Endi akajon kichkinacha joycha qo'ying endi savdo qilaylik. Chiqarma, tagidan tozalab tashlab. Bo'ldi. Akajon, mana beraman. Mana akajon, iltimos bizga tegmang. 2 kunga ruxsat senga. Samashalpo 2 kundan tekshirsa o'zi ichkariroq olib kirib yo'q qonasini, emasmi? Jonga tegdi bulut. Chiqib olib oldiga. Yo, opajon, bizda bananchalar mana shuncha. Uncha banan endi Afrikada ham yo'q. Olib kelamiz lekin. Polvon. Yo'q. Assalomu alaykum akajon. Kartoshka beraymi, pomidor beraymi, angurmi? Tandingmi? Yo'q. Razıçma. Razıçma. Ha. Pul survol tashkilotdanman. Ha, tinchlikmi? Mana shu savdo qilganing uchun pul berishing kerak. Nimaga? Mana shu savdo qilganing uchun pul berishing kerak. Nimaga? Zachем? Mana shu yerda savdo qilganing uchun pul berishing kerak. 3 kilo pomidor sotaman. Hamma pulimni senga beraman. Bo'ldi, beraman, hozir beraman. Qayerdan olay pulni Nargiza? Qo'y shu gashtagingni, o'zing ham ko'rib o'tiribman. Yig'ishdi telefon. Ha, yana nima xohlaysiz? Oshna bu yoqqa keldi. Bulardan qutulib bo'lmaydi. Undan ko'ra bitta zo'r joy ochilgan. O'sha yoqqa boraylik. Qanaqa joy? Rohat savdo markazi. Ana o'sha yerdan o'zimizga yoqqan bitta do'konni olamiz, arenda pulini to'laymiz, bo'ldi. Ana kommunalka, svet, gaz hammasi shuni ichida. Hammasi ichidami? Ha, undan tashqari klientlar ham sarson bo'lmaydi. Katta stoyankasi bor. Qachon ochiladi u? 7-avgust kuni soat 11 da ochiladi. Klientlar uchun 1 millionlik voucher o'ynalyapti. Undan tashqari oziq-ovqat, qimmatbaho sovg'alari ham bor. Voy zo'r ekan, bo'ldi, o'sha ko'chaylik, iltimos jira. Davay. Po'tanak. Nimaga kelding? Nima xizmat? Mahallada osh beryapmiz. 4 kilo pomidor bilan 4 kilo bodringdan ber, faqat tekinga. Bo'ldi. Chotki pomidor beraman. Bitta chotki bodringni kattasidan beraman, maza qilib yeysizlar, xo'pmi?